Azxon aka, bu surkab turgan atachentoyingizning nomi qanaqa aka? Shu yangi chiqqan zamsh atachento. Yaltiramaydi. 100% zamsh effektini beradi devorda. Yaltirashdan, perlamotrdan zerikkan mijozlar uchun. Bu o'zi shunaqa to'q ranglarda chiqadimi yoki bu rangni o'zingiz tanladingizmi? Rangi oq bo'ladi o'zi. O'zimiz tanladik rangini. Nech xilgacha rangni ko'taradi bu? 10 ming, 15 ming xil rang chiqaradi. Bu qattiq atachento. O'zimizning Mesni, O'zbekiston. Bu ham qolgan atachentolar kabi 5 dan 7 kvadratgacha yetadi, 1 kilosi. Sal ko'proqqa. 6 7. Sal ko'proqqa yetadimi? 6 7 olaveramiz. Hozir boya ko'rdim, pastiga birinchi slogini berdingiz. Bu 2 slog beriladigan atachentomi? O'zi aslida 2 slog beriladi. Standart bo'yicha. O'shanda chiroyli narsa chiqadi. Bir slog qilishga harakat qilmagan ma'qul. Buni asosan uyda ichki qismlariga qilinsa kerak, a? Mana uy ichiga ramkali qilgan variantimiz bor boshqacha rangda. Ramkan tashqarisiga ham, ichkarisiga ham qilingan ekan, a? Juda chiroyli chiqdi. Bu aka shablonlarga sepiladimi? Chotkada beriladi shablonlar. Chotkada. Obunachilar ma'lumot uchun Azxon aka Domstroyda atachento bo'yicha mutaxassis akamiz. Qanaqangi savol va murojaatlaringiz bo'lsa, Namangondagi showroomimizga tashrif buyurib, bemalol akamga savol berishingiz mumkin. Mabodo atachento qilishni bilmaydigan usta akalarga o'rgata olasiz aka. Albatta.